Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz hurmatli mana shu GAI xodimlarimiz haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, mana yo'llarimizda yuramiz. Albatta, xoh u issiq bo'lsin, xoh u sovuq bo'lsin, nima desak, haligi yomg'ir bo'ladimi, havoni yaxshi yomonlikka qaramasdan, pagodani yaxshi yomonlikka qaramasdan ular xizmatda albatta o'sha o'z burchini ado qilishadi. Bizni xalqimiz bir narsaga hayron qolamanda, bir narsaga ijtimoiy tarmoqqa chiqadi, falon GAI bunday qildi deb uni bu past taraf tangani ikki tomonlama qarash kerak. Biron GAI bilan shofir agar sal kelishmovchilik bo'lsa, agar shofirlar bo'ysunmasa, GAIni aybdor qiladi, o'sha GAI xodimiga kommentariyada so'kinish, har xil fikrlar yozishadi. Bir nafrat shunga uyg'ondimi, butun hamma yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, butun hamma GAI xodimlarini yomon ko'radi. Hozir to'g'ri, men kommentariyada yozishlar mumkin. Kimdir so'kinadi, iltimos qilaman, so'kinmanglar. Albatta, O'zbekiston Respublikasi qonunchiga ko'ra har bir inson qilgan aybiga jazosi muqarrar. Albatta javob beradi qonun oldida, qonunimiz bor. Lekin men nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, mana shu hurmatli GAI xodimlarimiz borki, biz mana shu yo'llarda shofirlarimiz tinch, yaxshi yuribmiz. To'g'rimi? Mana misol bitta narsani aytsak. Qarama-qarshi. Mana qarama-qarshi mashina kelyapti. Birdan yo'ldan chiqyapti, o'sha yo'lni kesib o'tish yoki mashinani quvib o'tish holatlari bo'ladi. Mashina kelib urgandan keyin avariya bo'ladi. Nima bo'ladi? Xo'p. Mashina odam bo'lsa, odamlar o'lib qoladi yo mashina pachaq bo'ladi. Falon million so'mga o'zi tushib ketadi. Shu narsani oldini kim olyapti? GAI xodimlari olyapti. Nabarot biz GAI xodimlariga rahmat aytishimiz kerakki, yo'llarimiz tekis, tinch, aholimiz yaxshi diviziniyada yuribdi. Misol boradi, keladi, boradi, keladi. Biz rahmat aytishimiz kerak. Shular borki, otasiga rahmat. Bular vatan uchun xizmat qilyapti. Biz nima xizmat qilyapmiz? Biz nima qilyapmiz? Biron narsa qilyapmizmi vatanimiz uchun? Biz ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bitta yomon hamma joyda guruch kurmakchi bo'lmaydi. To'g'ri, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bitta yarimta yomoni bo'lishi mumkin, lekin butun GAIlarni yomonlash bu noto'g'ri ish. Ular ham siz bizdek oddiy odam. Faqat ular vatan uchun xizmat qiladi. Ota-onasiga rahmat shulardi. Men nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, birodarlar, iltimoslardan qonuniy yo'lga yuraylik, qonunni buzmaylik. Chiroyligina shu radarlarga qarab, o'sha qoidaga qarab yuraylik. Bizni GAI xodimi bekorga to'xtab, "Seni shuncha falon jarima qilaman" deb aytmaydi. U ham vijdonini yegan emas. U ham Xudodan qo'rqadi. U ham ertaga qiyomatdan, Allohdan qo'rqadi. U ham ertaga o'sha javob berishdan qo'rqadi. U ham siz bizdek odam, u ham samodan tushgan emas. Bekorga qaysi GAI sizni jarima qiladi? Savol sizga. Otasiga rahmat, shuncha kommentariyani o'qiyman, faqat GAI xodimlarini pastga urib, haqoratli so'zlar yozishadi. Bu narsa bor narsa. Birodarlar, negativ yozmanglar. Duo qilinglar. Shularda haqqiga duo qilinglarki, shular borki vatanimiz tinch. Ichki ishlar borki vatanimiz tinch. Biz Xudoga shukr, farzandlarimiz bu mana shu masofa havoni mana shunaqa bir haligi nima deydi? Ovozlarni, mana sayrashlarni, mana toza havoni kimlardir orzu qiladi. Biz shukr qilishimiz kerak. Shu shukronalikka keltirsak, biz yaxshi yashaymiz. O'shaning uchun mayli kimlardir aytayapti, kommentariyada yozishi mumkin. Sen unaqa xohlagan narsalaringni yozinglar. Lekin men sizlarning foydalaringga aytaman, birodarlaring bo'lib aytaman. Do'st, yor, birodarmiz hammamiz. Begona emasmiz. Hammamiz bir ota-ona farzandlarimiz. Bir-birimizni hurmat qilib yashaylik. Shofirlarga ayniqsa, yo'lda ketyapsizmi? Svetofor ishlamayaptimi? 5 minut u tarafda yo'l bering.
Keyin 5 minut siz o'ting, u taraf yo'l bersin. Bir-birimizga padeshka qilaylik. To'g'ri, xayol bilan shoshilinch qoidani buzishimiz mumkin, uni bilmaymiz. Lekin qoidani xayol bilan buzish yoki bilmasdan buzish bu kechiriladi degani emas. Jazo muqarrar albatta. Shuning uchun endi siz xato qildingiz, xatoyingizga yarasha jazo olyapsiz. Gai xodimi aybdormi sizni aybingizga? Aybni siz qildingiz, qoidani siz buzdingiz. Jarimani albatta siz to'laysiz. Nima? Gai xodimi sizga protokol yozgani uchun u aybdormi? Ota-onasiga rahmat shu gai xodimlariga, borlariga shukr. Men qayerda bo'lsam bo'lmasam, yozsa men ularni padeshka qilaman. Men ularni hurmat qilaman. Ular vatan uchun xizmat qilyapti. Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamda bitta shior bor. Vatanni sevmoq iymondandir degan. Rasuli akram janobi sallallohu alayhi va sallam. Iymonimiz mustahkam bo'lsa, biz ham vatanimizni sevamiz. Biz o'sha vatanimizni posbonlarini yaxshi ko'rishimiz kerak. Ularni hurmat qilishimiz kerak. Chunki ular bizni ona yurtimizni qalqonlari, posbonlari, ona yurtimizni qahramonlari. Shuning uchun bir-birimizni hurmat qilib yashaylik. Albatta, hammamiz oxirimiz yer tagida qabrga kirib ketamiz. Hammamiz o'zimiz uchun o'zimiz javob beramiz. Og'zimizdan chiqayotgan gap, qilayotgan qiliqlarimiz, ishlarimiz, amallarimiz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Men bu narsani prosto ta'kid etmayapman. Yuragim achyapti-da, men ko'p nohaqliklarni ko'ryapman. Lekin Xudoga shukr deylik, birodarlar. O'sha insonlarni hurmat qilaylik. Qachonki biz prezidentimizning shiorlari bor, prezidentimiz janobi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, biz bir bo'lsak xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Shuning uchun birodarlar, birlashib bir-birimizni padeshka qilib, aka-ukadek bir-birimizni hurmat qilib yashaylik. Bu 2 kunlik dunyoda bizdan albatta yaxshilik qoladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar. Albatta o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Jonlaringiz omon bo'lsin, sog' omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar.